Askarlar odam go'shti iste'mol qilayotganligi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Eng qiziqarlilari hali oldinda. Rossiya armiyasida yuzaga kelgan oziq-ovqat tanqisligi tufayli kannibalizm, odam yoki hayvon o'z turiga mansub boshqa individini yeyishi holati qayd etildi deya iddao qilmoqda The Sunday Times. Ma'lum qilinishicha, Ukrainaga bostirib kirishda ishtirok etgan bir necha rus harbiy xizmatchilari oziq-ovqat tanqisligi sababli kannibalizmga murojaat qila boshlagan. Nashr Ukraina harbiy razvedkasi materiallari, shu jumladan fotosuratlar va rus zobitlari o'rtasidagi 10 ga yaqin audio xabarlarni asos qilib olgan. Shuningdek, xabarda o'z o'rtoqlarini yeb qo'ygan kamida 5 ta holat haqida gap borgan deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, holatlardan biri 2025-yilning noyabr oyida Donetsk viloyati Mirnogorod hududida sodir bo'lgan. Taqdim etilgan dalillarga ko'ra, 95-alohida gvardiya motorli miltiq brigadasining 51-alohida qo'riqchilarining 51-polikida xizmat qiluvchi cho'loq qiruvchi belgisi bilan piyoda askar 2 hamkasbini o'ldirgan va ulardan birining oyog'ini yeyishga harakat qilgan. Bu bo'yicha ma'lumot ofitser brigada razvedka batalyoni komandirining o'rinbosari Vladislav Razikov Telegram orqali xabar bergan. Shuningdek, u tasvirlarni, shu jumladan kesilgan oyoq fotosuratlarini ham yuborgan. Aytilishicha, tasvirlar maxsus dasturiy ta'minot yordamida tahlil qilingan. Tasvirlarni o'rgangan maxsus harbiy jarrohning ta'kidlashicha, jarohatlar jangovar harakatlarda orttirilmagan, balki ehtimol o'tkir narsa bilan kesib olishga harakat qilingan va o'sha vaqtda yetkazilgan jarohatlardir. Mavjud ovozli xabarlarda ofitser odam go'shtini yemoqchi bo'lgan askar podvalda topilganligini da'vo qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, askarni ushlamoqchi bo'lishganida u o't ochgan va o'sha yerda o'ldirilgan. Bundan tashqari, ofitser uning askarlari ochlikdan va qattiq charchaganidan shikoyat qilgan. Boshqa qo'lga kiritilgan suhbatlarda ham kannibalizm holatlari qayd etilgan. Xususan, o'tgan yilning aprel oyida most qiruvchi belgisi bo'lgan askar qo'mondoniga inson go'shtini iste'mol qilgan hamkasbi haqida shikoyat qilgan. Shuningdek, 2025-yilning oktyabr oyida 1437-motorli miltiq polikining qo'mondoni shunga o'xshash harakatlarda bo'ysunuvchi ayblangan va odamlarni yeyishni to'xtatishni talab qilgan. Yana bir boshqa xabarda 55-motorli miltiq brigadasi boshlig'i alkogol va giyohvand moddalar bilan birga kannibalizmni aniq taqiqlovchi buyruq chiqargani ham ma'lum qilingan. Ukraina tomoni ham qo'lga olingan rus askarlari oziq-ovqat yetishmasligini da'vo qilayotganini aytgan. Shuningdek, AQSh harbiy dengiz kuchlarining sobiq kapitani Bredli Martin Rossiya armiyasida ta'minot bilan bog'liq muammolar haqida xabarlar ishonchli ekanini aytib, qo'shinlarni qo'llab-quvvatlash Rossiya qo'mondonligi uchun ustuvor vazifa emas ekanligini qayd etgan.